Instagramdagi bu fishkalarni menimcha hali bilmaysiz. Hozir o'rgataman, like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar, ketdi. Instagramning kechagina chiqqan fishkalaridan biri. Buning uchun Directga kiramiz va zametkaga ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa qimirlaydigan rasm qo'yishimiz mumkin. Buning uchun zametkani ustiga bosamiz va bu yerda mana bu ikonka bor. Ustiga bossak, video yozsak bo'ladi. Mana video yozib oldim. OKni bosamiz va tepasiga istalgan so'z yozishimiz mumkin. Podlitsani bossak, bizda mana shunaqa qimirlab turadigan zametka qo'yiladi. Keyingi fishka Directda kim bilandir gaplashayotgan bo'lsangiz, bo'sh joyga bosib turamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Har xil temalar bor. Masalan, mana buni tanlasak, ko'rganinglardek tekst bilan ikonkani rangi o'zgardi hamda orqadagi rasm ham o'zgardi. Keyingi fishka profildagi aktualniga kiramiz va istoriyalarning ustiga bosib tursak, bizda ketma-ketlikda hamma istoriyalar chiqadi. Kerakligiga o'tkazib ko'rishinglar mumkin. Mana yangi fishkalarni ham o'rganib oldinglar. Bu videoni Instagramda ko'p o'tiradigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. openshop.uz da esa smartfonlarni eng arzon narxda xarid qilishinglar mumkin.